Xalq deputatlari Farg'ona viloyati kengashining navbatdagi 17-sessiyasi bo'lib o'tdi. Video konferensiya aloqa shaklida o'tgan sessiya ishida viloyatdan saylangan Oliy Majlis Senati a'zolari kun tartibiga kiritilgan masalaga aloqador davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari ishtirok etdilar. Dastlab viloyatda 2026-yilda aholi daromadlarini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirishning asosiy maqsadli ko'rsatkichlari haqida Kambag'allikni qisqartirish va bandlik bosh boshqarmasi boshlig'i Jahongir Jumanovning hisoboti eshitildi. Ta'kidlanganidek, 2026-yilda viloyatda aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirishning asosiy maqsadli ko'rsatkichlari doirasida 98,2 ming nafar aholini doimiy ish o'rinlariga joylashtirish, 423,4 ming aholi daromadini oshirish, 29,2 mingta kambag'al oilalarni ularning daromadini oshirishga qaratilgan xizmatlar bilan qamrab olish belgilangan. Kun tartibidagi masala yuzasidan viloyat iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Zafarjon Ro'zaliyev ham viloyatdagi og'ir mahallalar hamda tumanlarning ixtisoslashuvini chuqurlashtirishga qaratilgan islohot dasturi hamda kompleks rivojlantirish dasturlari to'g'risida ma'lumot berdi. Shuningdek, deputatlar viloyatdagi yangi O'zbekiston qiyofasidagi har bir mahallani kompleks rivojlantirish bo'yicha belgilangan dastur doirasidagi ishlarga ham e'tibor qaratdilar. Bunda shu viloyatimizda og'ir hududlariga jami bo'lib shu 28 milliard elektr energiya sohasini yaxshilashga yo'naltirilgan, 23 milliard 850 ming so'm ichimlik hamda sug'orish tizimi uchun yo'naltirilgan. Boshlang'ich ishlarga jami bo'lib 26 milliard mablag' ajratilyapti. Albatta bu muhtaram prezidentimizdan tomonidan berilayotgan e'tibordan ushbu og'ir mahallalar, birgina misol aytsak, shu So'x tumaniga jami bo'lib 6 ta mahallasiga 275 milliardga yaqin mablag' ajratilgan. Bu endi shu Farg'ona viloyatimizda bir gavhari bo'lmish chekka anklav hudud So'x tumaniga bergan e'tibordan dalolat deb beraman. Qaror tasdiqlangandan keyin har bir mahallaga yangi O'zbekistonni havosi kirib boradi desak, bombalog'a bo'lmaydi. Sessiya ishida jami 6 ta masala ko'rib chiqilib, muhokama qilingan masalalar yuzasidan xalq deputatlari viloyat kengashining tegishli qarorlari qabul qilindi.